Assalomu alaykum hurmatli o'zurko'ychilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 11 ayının 9 günü seyşənbə. Həmmənlərin bu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, dönə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 12 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Bugün, yani 9 noyabr günü Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi To'lqin Iysa boshchiligidagi qurultayning markazdagi rahbarlari va xizmatchi xodimlari dunyoning har qaysi ellardagi qurultayga keladigan vakillar va sharaf mehmonlarini kutib olish uchun Prag shahriga oldin yetib kelib, qurultayning tayyorlik xizmatlarini oxirgi qitim qayta ko'zdan kechirdi. 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Paratyoronqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha 11 noyabr kechda vakillarni kutib olish va ularga vakillik guvohnomasi tarqatish murosimi bilan birga yana mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni namoyon qilingan Uyg'ur ovozi nomli rasm ko'rgazmasi va chet eldagi Uyg'ur qalamkashlarimiz tomonidan ro'yobga chiqarilgan asarlarni asos qilgan kitob yarmankasi o'tkazildi. 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining 13 noyabrdagi rasmiy yig'ini Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini qutlash murosimi bilan boshlandi va butun kun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini asosiy tema qilgan xalqaro muhokama yig'ini o'tkazildi. Qurultayning ochilish murosimiga va tunji kunidagi xalqaro muhokama yig'iniga qurultay vakillaridan boshqa yana 10 ga yaqin davlatning parlament a'zolari, Prag shaharlik hukumatning mas'ullari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik olimlar va mutaxassislardan bo'lib ko'p sondagi yuqori darajalik arboblar ishtirok qiladi. Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, paketlar, qiyinchiliklar va axloqiy majburiyatlar degan temada o'tkaziladigan muhokama yig'ini lager qurbonlarining ovozi, Xitoyning qonuniy javobgarlikka tortish, Xitoyning diktatorlik xirisiga qarshi siyosatlar degan bo'limlarni o'z ichiga olgan bo'lib, lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivoji, Umar Bakali va Qozog'istondagi Otyurt fidoyilari tashkilotining vakili yig'inda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati haqida bevosita guvohlik berdi. Qurultayning tunji kuni kechda Prag shahrining boshlig'i Zeding Hep apandi qurultayga kelgan butun mehmonlarning sharafiga maxsus ziyofat berdi. 3 kun davom qiladigan qurultay jarayonida yana qurultay rahbarlari vakillarga 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining o'tgan 4 yildan buyon ilib borgan umumiy xizmatlari va moliya kirim-chiqim ahvoli haqida maxsus doklad berdi. Orqadan 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining yangi rahbarlik hay'ati demokratik usulda saylab chiqiladi. Shundaqla milliy harakatimizning bundan keyingi yo'l xaritasi va strategiyasi haqida tafsiliy muzokara elib beriladi. Stansimizning ati Yani 10 noyabr kechdan e'tiboran 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi haqidagi naq maydon programmasini boshlaydi va Pragdan bevosita beriladigan naq maydon programmamiz 14 noyabr kechga qadar har kuni izchil davom qiladi. Stansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Xalqaro matbuotlarga to'nilgan jasur lager shohidlarimizdan Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq xonim bilan Fransiyadagi Gulbahor Xotivojim 8 noyabr tushdan burun Germaniya Bavariya o'lkalik parlamentda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarida beshidan kechirgan dahshatli tragediyalari va lagerlarda inson qilipidan chiqqan vahshiy zulm, besim, qiynash, xo'rlash va o'ldirilishga duchor bo'layotgan xalqimizning ichinishlik sargudashtlari haqida bevosita guvohlik berib, yig'inga qatnashgan parlament a'zolarining va matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi, Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita o'rinlashtirishi bilan 11 oyning 6 kunidan 11 oyning 21 kuniga qadar Germaniyaning har qaysi shaharlarida o'tkaziladigan guvohlik berish va axborot e'lon qilish yig'inlariga qatnashish uchun 6 noyabr Germaniyaning Myunxen shahriga yetib kelgan Qalbinur Sidiq xonim bilan Gulbahor Xotivoji xonim shu kundan e'tiboran Germaniyaning eng nufuzli davlatlik televiziyasi ZDF qatorliqlarni o'z ichiga olgan Germaniya matbuotlarining bevosita ziyoratini qabul qilgan va 7 noyabr kuni tunji bo'lib Myunxen shahridagi Turkiya Diyonat ishlari ministrligi qaramog'idagi markaz jamisida Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati va o'zlarining lagerlarda beshidan kechirgan ichinishlik tragediyalar haqida guvohlik bergan edi. 8 noyabr tushdan burun Bavariya o'lkalik parlamentining muavin raisi Markus apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inidan keyin naq maydondan stansimizning bevosita ziyoratini qabul qilgan Asqarjon apandi va lager shohidlarimizning Qalbinur Sidiq xonim bilan Gulbahor Xotivoji xonim o'zlarining yurak so'zlarini tuvandagidek ifoda qilishdi.
Assalamu alaykum, hörmətlik yurttaşlar. Bugün biz fəaliyyətimizdəki ikinci günüdə Bavariya parlamentosunun yığın zalıdan sizlərə məlumat verivatımız. Bugün bizninki lager şahitlərimiz Gülbahar xanım və Qalbinur xanımlar ilə birlə Bavariya parlamentosunun muavin rəisi Markus Das Efendimninki riyasetçiligide matbuat yığını ötkəzdik. Bu matbuat yığınıga Germaniyanın və Bavariyanınki matbuat ərbabları bilan Germaniyanın ən çox televiziyası bolğan ZDF televiziyasına qatnaşdı. Gülbahar və Qalbinur xanımlar özlerinki lagerdə ötkən facialar toğruluq məlumat verib ötdü. Hazır biz özlərinin təsiratlarını eliş üçün sözünü hazır ben Qalbinur xanımğa verdim. Mərhəmət. Assalamu alaykum, muhaciratdagi barliq qarindoshlar. Biz bugun bu Germaniyadagi bu parlamentniki guvohlik anglash faoliyatiga qatnashib, shunchalik hayajonlandik, ham shunchalik xursand bo'ldik. Chunki bu yerda biz shu vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ovozini, shu zulmatni texmi kuchlik bir anglatgan bo'ldik. Andan keyin mushu munosabat bilan biz yana mushu Germaniyadagi parlament vakillarining, mushu raislarning mushunda qimmatli bir isil fursatni bizga berganidan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ham mushu fursat bilan yana mushu Germaniya davlatininki shu Uyg'urlar berayotgan, shu Uyg'urlar yuz berayotgan shu irqiy qirg'inchilikqa bir qaror berishini chin dilimizdan umid qilamiz, ham shu arzu umidda turyapmiz. Ko'pchilik rahmat. Aziz qarindoshlar, Qalbinur xanım özününki təsiratını sözləb ötdü. Hazır yana bizninki şahidlərimizdən Gülbahar xanım özünün bu Bavariya parlamentosundakı təsiratını sizlər bilan ortaqlaşmaqçı. Mərhəmət. Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bugun Germaniyaningki parlament binasida Uyg'ur millatining beshiga kelgan fojia qirg'inchilikni anglatish uchun o'rinlashtirgan faoliyatga qatnashdik. Bu faoliyat shundoq ahamiyatli, shundoq yaxshi o'tdi. Uyg'ur xalqimizning beshiga kelgan shu qirg'inchilikni mishada anglata olganligimizdan intayin xush bo'ldik. Qarindoshlar, hammaga rahmat. Assalamu alaykum qarindoshlar. Yana qaytadan qisqacha ma'lumot berib o'tay. Bugungi bizning bu faoliyatimiz Yevropa Sharqi Turkiston birligi tarafidan o'rinlashtirilgan tunugün birinci faoliyatimiz o'tgandi. Buni Germaniyaningki televiziyasi ZDF 2 qitim xabar qilib berdi. Bizningki bu faoliyatlarimiz 11. ayınınki 22 davamlaşıdı. Germaniyanınki 10 şəhərində bizninki lager şahitlərimiz Qalbinur xanım və Gülbahar xanımlar bilan Germaniya əmmisiga məlumat verib, mətbuat yığınları içib və u yerdəki şəhərlik hökumət xadimləri bilan və siyasətçilər bilan görüşüb, Xudoyim bursa 11. ayınınki 20'si bu 2 həftəlik fəaliyyətimizni axırlaşdırırıq. Diqqətinizlər bizdə olsun. Növrik vaqti gezdi 8 noyabr günü Xitayning 2017 yılı başlanğan çoğ tutqunning chet ellardagi Uyg'urlarda paydo qilgan psixologiyalik besimi haqida maxsus xabar e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, chet eldagi Uyg'urlar Sharq Turkistonda azob oqibat tortayotgan oilalarning iztirobini yengishga tirish bilan bir vaqtda ba'zi Uyg'urlarning psixologiyalik maslahat so'rashda madaniyat jihatdagi to'sqinliklarni yengishga to'g'ri kelmoqda ekan. Iztirobning kündilik ko'langisi chet eldagi his qilingan Xitoydagi bostirish mavzuli xabarda Xitoyning bostirishining psixologiyalik ta'siriga uchirgan Uyg'urlarning kündilik hayotidagi ruhiy iztirob va ularning buni yengish uchun qanday tirishchanliklarni ko'rsatayotganligi yoritib berilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda bostirishni kuchaytgandan buyangi 4 yildan ko'proq vaqtdan beri chet eldagi Uyg'urlar buning iztirobiga qarshi tadbirlarni kuchaytgan. Jamoat rahbarlari, kasbiy maslahatchilar, fidoilar bu osti xarakterlik krizisga qarshi harakatga o'tgan. Amerikaning Washingtonda, shundaqla Belgiya, Germaniya, Avstraliya qatorliq davlatlarda ko'lami kichik bo'lsa-mu, psixologiyalik maslahat berish guruhlari qurilgan. Biroq xabarda yana madaniyat omili sababli ba'zi Uyg'urlarning psixologiyalik maslahat so'rashda ikkilanadiganligi ta'kidlangan bo'lib, xabarda aytilishicha, g'ayri rasmiy ro'ysanash natijalari chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning ma'lum shakldagi ruhiy zaxmlanish, tushkunlik yoki tashvishlanishga duchor bo'lganligini ko'rsatgan.
Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Uyg'urlar masalasida Xitoyni tanqid qilib kelgan sobiq Yaponiya davlat mudofaa vaziri general Nakatanini o'zining kishilik huquq alohida maslahatchiligiga tayinlagan. Nakatani ilgari Yaponiyani boshqa demokratik davlatlarga qo'shilib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qarata embargo yurgizishga undab kelgan edi. Kuzatuvchilarning aytishicha, bosh vazir Fumio Kishidaning bu qarori cho'qim Xitoyni bearam qilib, Osiyodagi bu ikki cho'ng iqtisodiy gavdaning surkilishini kuchaytirdi ekan. Fumio Kishida o'tgan hafta Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlar ittifoqining boshliqlar yig'inida Yaponiyaning Xinjiang vaziyatiga bo'lgan andisini o'ttirg'a qo'yib, orqadan bu qarorni e'lon qilgan. Yaponiya Asahi Shimbun gazetining xabar qilishicha, Kishida 8 noyabr ataganda Nakatani bilan ko'rishib, oningga o'zining qarorini uqtirgan. Nakatani Kishida bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarga "Men bosh vazirning ko'rsatmasi bo'yicha xalqaro kishilik huquq masalalarini bartaraf qilishni xohlayman" degan. Kishidaning xalqaroda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini javobgarlikka tortish cho'qonlari avj ilayotgan bir vaqtda Nakatanini bu vazifaga qo'ygan. Kishidaning Liberal Demokratlar partiyasi 31 oktyabr o'tkazilgan saylamda parlamentdagi ko'p sonliq o'rinni saqlab qolgan. Kishida saylam jarayonida Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarata yangi amal ta'sis qiladiganligini bildirgan edi. Xitoyning boshqariladigan bomba mashq bazasi bo'lgan Sharq Turkistonda Amerika dengiz armiyasining aviamatkalari va boshqa urush paraxodlarining taqlidini yasab hujum mashqi ilib berayotganligi ma'lum bo'lgan. Reuters agentligining bildirishicha, Xitoyning bu harakati uning Xitoyning Amerika bilan bo'lgan Tayvan, Janubiy dengiz masalalaridagi ixtilofi o'tkirlashib ketgan bir paytda aviamatkaga qarshi turish iqtidorini hozirlayotganligining ifodasi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu taqlidiy aslahalar Charchan noyasining ma'lum bir joyida qurilgan bo'lib, bu o'rin Xitoyning ballistik boshqariladigan bomba siniqiga ishlatib kelgan ekan. Reutersning aytishicha, mazkur mashq bazasini Amerikadagi barliq manbalar analizi nomli bir jug'rofiya istixborot shirkati sun'iy hamrohidan bayqagan. Sun'iy hamroh suratlardan taklimakan qumliqidagi bu mashq bazasida bir Amerika aviamatkasining to'liq tahlili. Shundaqla Amerikaning Orli Buruk darajalik oz deganda ikki boshqariladigan bomba paraxodining tahlidining yasalganligi. Paraxodlarning tahlidi 6 metr kenglikdagi temir yo'l relisining ustiga qurilganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy Amerikaning aviamatka va urush paraxodlariga qarshi Sharq Shomili 21 nomli ballistik boshqariladigan bomba sistemasi taraqqiy qildirgan. Amerika davlat mudofaa ministrligining dokladida aytilishicha, Xitoy paraxodga qarshi bu xil ballistik boshqariladigan bombalarning rost o'q siniqini tunji qitim 2021 yil 7 oyda Janubiy dengizdagi Spratel taqim orollarining shimolida ilib borgan ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimlik pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.